Aka, siz ham menga o'xshab GPT, MBR uchun alohida fleshka qilib yuribsizmi? Shunda sizga bitta fleshkaga universal fleshka qilishni o'rgataman aka. Videoda orgacha ko'ring, sizga qanaqa bo'lishini tushuntirib o'taman. Hop, birinchi bo'lib fleshkani tiqib olib, Rufus programmasiga kirib olamiz kompyuter tiqqandan keyin. Или mana men ko'rsatgandek nastroyka qilib olasizlar. MBRda hop, exfatga qo'yasizlar, start berasizlar, tozalaydi. Keyin start bergandan keyin akalar bu band tayyor bo'lib bo'lgan. Hop, mana yerda ISO fayllaringiz ustiga ikkita bosib provodnikni ochasizlar. Keyin ichidagi narsalarni o'sha fleshkalarga tashab qo'yasizlar. Tashab qo'yganlaringdan keyin akalar men tashab bo'lganman. Hozir sizlarga BIOSdan ko'rsataman. Bu MBR formatlangan. Mana aka, ishonmasangiz endi BIOSga kiraman. Mana akalar, biz BIOSdamiz. Buni GPTda o'tkazgani bitta sharti fleshkani emas, mana UEFI deganni tanlaysizlar. Bo'ldi, ishlaydi. Shunday qilib ishlataverasizlar. Mana bunda menda i59400 da MBR rejimda ishlayapti. Bu platform hech qanaqa MBR podishka qilmaydi aslida. Hop akalar, video yoqimli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmanglar akalar. Keyingi videolarda bundan ham yaxshiroq qilishga harakat qilaman.